Mana hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz, jo'jalarimizga yangi joy yaratilgan. Bu joylar dezinfeksiyalangan, hammasi tozalanib, hozir bularni joylarini tayyorlab, ovqatlarini tayyorlab qo'ydik. Qizil lampalarni qo'yib, atrofiyali buni ichida donlarini solib qo'ydik. Hamma idishlariga donni tayyorlab qo'ydik. Kechasi salqin bo'lishi deb bu qizil lampalarni qo'ydik. Hozir bularga jo'jalar uzoq yo'ldan kelgandan keyin shamollashga qarshi dorisi bo'ladi bularni. O'sha dorisini tayyorlab bankalarga solib 5 kun davomida propoyka qilamiz. Endi hozir kutyapmiz jo'jalarimiz kelishini, ko'rsatamiz ularni qo'yib yuborishimizni. Bir 6 7 8 9. Mana Sobir akamizni jo'jalari legorildi, oq legorildi keldi. Joylashtirdik yangi qafasga. Yangi qafasimiz, yangi in. Hammasiga mana dezinfeksiya qilingan, suvlari, kerakli vitaminlarga qo'yilgan, donlari qilingan. Mana ishtahani ko'ryapsizlar. 5 soat yo'l yurib kelishdi. Oq legorin. Yiliga 300 ta tuxum qiladigan zot mashi bo'ladi. Oq legorin jo'jalari. Xudo xolasi bilan ko'paytirib, hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz, jo'ja tuxumlarini xudo xolasa sotamiz. Bizga hali yana ko'pchilik bo'lib keladiganlar bor. Bu keyingi videolarimizda. Mana jo'jalarimizni ko'ryapsizlar. Suvni, ovqatini yeyishini ko'ryapsizlar. Bu jo'jalarimiz bugun xudo xolasa hammasi 21 kunlik, 22-kunga o'tar kechasi mana. Mana ishtaha. Yo'lda qon ochgan bularni. Eson-omon bexato katta qilyapsizlar Sobir akamiz. Mana bizani paka mini fermalari. Yayrashyapti. Bular bruderdan chiqdi-da. Bularga bunaqa katta joy ajratildi. Hurmatli obunachilar, vodiyga borib zakaz berib kelgan jo'jalarimiz yetib keldi. Endi biza borib uyga borib uxlaymiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Ras bosib, podpiska qiling. Omon bo'ling.